Mana palatkalarni qo'yib oldik. Bitta, ikkita, hali 3ta mototsikllar hali farasi yo'q qo'ydi. Ujin tayyor bo'layapti. Mana bog'i bunday. Endi asta joylashib, gapni berib o'tiribmiz. Mana kurschalar, bitasizlar. Xurshidboy power. Mana suv. Shabada pashsha yo'q ekan umuman. Chotki maza qilib gurungni berib o'tiribmiz-da. Ha, sizlar yoqimli ishtaha. Bizga ham. Ha, qani endi palatkalarni bitta-bitta ishini ko'rsataychi. Xurshidboyniki toza uyga yotganda ko'rpa, yostiq, bag'i ustiga yopikon. Bu kaminaniki. Spalni mishoy. Karimat, naduni yostiq. Sulton akaniki. Oho, naduni matras. Yostiqlar. Bu yerga spalni mishokni zo'ri. 29-may. Tong sahar 5. Quyosh chiqishini kutib o'tiribman-da. Balolar o'ynayotibdi. Yigitlar uxlayapti. Zo'r uxladi, tinchgina zo'r joy ekan. Hozir qani quyosh chiqishini kutib olib keyin yana uxlayman-da kirib. Tong otyapti. Tabiatning go'zalligini qarang. Ajoyib joy ekanda.